Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun 1-aprel chorshanba. Muhammad Yunus Savdo Chorva savdo kanallari muxlislari, qo'y ishqibozlari, bo'g'oz ishqibozlari. Mana yangi partiya qo'ylarimiz sotuvga chiqdi. Qo'ylarimiz Andijon shahrida. Telefon raqamlarimiz 97 581 37. 97lik 581 37 31. Qo'ylarimizni bo'g'ozga beramiz inshaalloh. Qo'ylarimizni mana bu junin o'zi to'kayotgani bu mana 3-qoringa bo'g'oz bu. Qolgani mana ular qo'zi mana. Mana ikkita qo'yimizni mana onasi mana sotildi mana shu oq sotildi. Mana ikkita yanidagi egizak bolalari. Buni endi chiqarib yuboramiz. Shuning uchun video davomida aytib o'tib ketyapmiz. Yana bularning ichida sotilgani mana bittasi sariq juni olingani turibdi. Mana bu sotib mana qo'zimiz sotilmaydi. Mana u mana sariq juni olingan sotildi. Qolganlari hammasi sotildi. Bitta ona qo'chqorimiz endi bu sotilmaydi. U qo'chqorimiz o'zimizning liniyamiz, o'zimiz buni chapishtirib, o'zimiz chiqardik bu qo'chqorimizni. Mana bu qo'chqorimiz sotilmaydi. Qo'ylarimiz ketma-ket bo'g'oz, loppillab turganlari bor mana inshaalloh. Bunisi sal kechroq mana. Qo'chqor mana yuribdi, bu boladan ajragan bu. Mana bu qo'ylarimiz mana ketma-ket bo'g'oz, lappillab turibdi, xudo xolasa mana. Bularni soni 10 ta, 11 ta, 12 ta, 13 ta qo'y. 13 ta bo'g'oz qo'ylarimiz. Inshaalloh ketma-ket bo'g'oz qo'ylarimiz. Bularni hammasini bir joyga bo'lsa 5 million so'mdan vodiy bo'ylab dastlabga qilib beramiz inshaalloh. Mana shu ona qo'yimiz sotildi mana shu. Yana eslatib o'taman, mana sariq juni olingan sotildi. Qolganlarimiz hammasi mana bo'g'oz ketma-ket inshaalloh. Shu qora juni olingan ham 2-qoringa mana shu bo'g'oz. Mana qo'ylarimizni bizga Qirg'izistonniki deyishgan. Qo'ylarimiz Qirg'izistondan tushgan degan mana loppillab turibdi mana qo'ylar. Biz ham aytgan deymiz mana loppil. Ketma-ket. Endi bularni hali bir vaqtda yoki bir oy ichida hammasi yoki 15 kunda hammasi tug'ib yuboradi deb aytishdan biz yiroqmiz. Chunki bularning ichida qo'chqor yurgan ba'zi biri mana misol malon olib qarasang, mana misol mana shu bir haftaga bormasdan Xudo xolasa tug'adi inshaalloh. Qolganlari endi ketma-ket umuman ham shunaqa. Qo'ylar donalab sotilmaydi. Qo'ylar optimiga kelgan optim sotiladi. Bu donalabga bo'lsa narxlari misol bu yaqin bo'g'ozlari qimmat bo'lib ketadi. Hammasini bir joyga bo'lsa 5 million so'mdan vodiy bo'ylab dastlabga qilib beramiz. Hammasi bir joyga bo'lsa. Aloqaga chiqamiz. Mana shu oq ikkovi, mana shu ikkovi egizak. Mana shu egizakni bolalari ashular. Mana bu bittasi, mana bittasi egizak. Mana qo'chqorimiz sotilmaydi mana bu. Oldingi yilgi bolalaridan bu. Bu yilgi bolalaridan. Mashq oldi inshaalloh. Bularning ichiga biz bo'g'ozmasligiga ishonishlik uchun o'zimizni mana liniyali qo'chqorimizni qo'shib qo'ydik. Liniyali qo'chqorimiz hech qanaqa bularga irqigani yo'q, boshqa qilgani yo'q. Bularga 100% bo'g'ozligiga ishonganimiz uchun ba'zi bir kechobas ishonganimiz uchun biz bemalol bularni bo'g'ozga beramiz inshaalloh. Mana shu sarig'imiz sotildi. Shu ona qo'y oq sotildi. Qolganlarini xudo xolasa qo'chqor sotilmaydi. Aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.